Hammaga assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Hozir biz Toshkentimizning qoq markazi bo'lgan Nest One turar joy majmuasidamiz. Bu uyimiz 31-qavatda joylashgan, juda ham baland, juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan joylashuv, ya'ni parkka qaragan oynalarimiz ham mavjud. Uyimiz juda ham ideal holatda turibdi. Uyimiz bir xonali. Hozir men sizlarni tanishtirib, ko'rsatib chiqaman umumiy qilib. Bu uyimizni yana ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Sotib olgan insonga tepada 41-etajda lounge zona, sport zal va basseyn shunga o'xshash tekinga kirish uchun bemalol foydalanish uchun dostуп beriladi. Bemalol foydalanib, mazza qilib yashasanglar bo'ladi aziz o'rtoqlar. Mana ko'rib turibsizlar, bu kiraverish qismimizda podyezdga eshigimiz va kirganimizdan keyin mana chap qo'lda bizning sanuzilimiz bor, dushovoy kabina, umuvальник, unitaz, hamma sharoitlari qilingan va zirkalli oynalarimiz va o'ng qo'lda bo'lsa kuxonniy mebellarimiz встроенный qilib joylashtirilgan aziz o'rtoqlar. Xo'p, kiraverishda mana bizning yo'lakda ajoyib bo'lgan oyoq tagida bir dekoratsiya deydimi, ajoyib bir narsalarimiz joylashtirilgan, ko'rsanglar bo'ladi, juda ham chiroyli qilingan, bir kayfiyat bag'ishlab turibdi. Kirganimizda va bizning chap qo'lda mana yumshoq kravatimiz, ya'ni spalnimiz, yotog'imiz bor va o'zini alohida garderobniy shkaflari ham bor. Va bu yoqda bo'lsa lounge zonamiz, ko'rsanglar bo'ladi, televizorlarimiz qo'yilgan, dekorlarimiz qilingan ajoyib qilib. Bu yoqda bo'lsa yumshoq kravatlari, ya'ni mebellari, bu yoqda bo'lsa chiroyli kartinalar ilib qo'yilgan. Tashqariga qaragan oynamiz juda ham chiroyli, ko'rsanglar bo'ladi. Shunda parkka qaragan Toshkent City Mall, bu yoqda bo'lsa ajoyib bo'lgan Toshkent parkimiz. Xo'p, aziz o'rtoqlar, uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, opisaniyada qoldiramiz. Bizga Telegram orqali murojaat qilsanglar bo'ladi yoki pastdagi nomerlarga murojaat qilsanglar batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hammanglarga xayr, salomat bo'linglar. Omad tilagan holda sizlar bilan Nodir uylar bo'ldi.